Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun ko'tarinki kayfiyatda 2026-yilda endi meni o'zim o'tkazayotgan to'ylar bo'yicha birinchi pochini bo'lib turibdi. Xudo xolasa, kim nechinchi yil? 2002-yil ukaxonimizni bugun Bo'ydali safidan so'ramasdan badaraga boryapmiz. Bo'ldi endi mana uylanmay yurgani shuncha qiynalib degan holatda bugun tantanali qilib mana kuzatyapmiz. Ukamiz bugun mehnatdalar. Svidetelimiz. Bugun xudo xolasa o'zingiz chiroyli qilib do'stimizni bitta udar tilay bo'lsin, hech kim qilmagan tilaydan. Do'stimizga vaqt tilayman. Doimo mana shunaqa hamisha xursand bo'lib yursin. Ota-onasini vaqtiga sog' bo'lsin. Shirin-shirin farzandlarni ko'rsin. Sog' bo'lib xursand yurib ko'rsin do'stim. Har doimgidek quvonib ol yigitlardan bo'lib, xudo xolasa. Ukaxonim kayfiyatlar qalay endi? Kayfiyatlar. Ukam, sir bo'lmasa kelin bilan qana tanishgansizlar? Kelin bilanmi? Biz akamga boja bo'lyapmiz. Sinoqda tanish degandek. Oqtarib yurib qiynalmagan ekansizlar. Siz bo'lmasa-ma juda oson bitibdi-da ishingiz. Iloyim mustahkam baxt egasi bo'ling. Har doim ishingiz shunday oson bitib yuraversin. Xudo xolasa Rabbimlaringizdan ham kelib shunaqa qilib xizmat qilishlik nasib qilsin, ukaxonim. Sizlarni ishlaring juda qiyin bo'lib ketyapti, ammo mana 25 ta ham o'tkazib yubordilaring. Mana 26 ni ham boshlab yubordim, lekin hali ham uylanay demayapsiz. Mana ukaxonlarimizga havas qilib, endi mana so'laylar o'tiraverasizlar. Kuzatib boring. Syomka qilib qo'ydim, aka qocholmaydi, kalaskani bo'yniga qo'ydik уже. Mana akam ham guvoh, to'g'rimi? Omma Hasan bo'lsa, Hasan bo'lsa Fatima Zuhranikini qo'shib beramiz. ukaxonlarim, ozma ko'ringlar-da, ukam. 2 metrlar uylanyapti. Ana bu qarsaklar 2025 da o'tkazib yuborgan bolalarga. Malades, zo'r mana 2025 da uylanmay o'tkazib yubordilar. Xudo xolasa mana 3 kun qoldi, tugadi yil. Endi 26 da ham uylanmasalar, endi hammamiz qarsak chalamiz. Xudo xolasa bugun mana 2004-yil bolamizni Bo'ydali safidan badarag'ani kelganmiz. Mana shu xursand bo'lib o'tkazayotgan bolamiz, kuyov bolamiz mana bugun. Ukam, qalay kayfiyatlar? Yaxshimi? Uylangandan keyin zo'r bo'ladi-da. Ukam bugun xizmatda ekansiz, xudo xolasa do'stimizga bitta zo'r tilay bo'lsin. Do'stimizga endi nima deymiz? Shu baxtli bo'lsin, kelasi yil shu paytga 5 to'ylarni xizmat qilaylik. Kalaskasi bo'yingizdami? Kalaskasi bo'yinizda. Kevalar eshitdingizmi? Kalaskani hal qilib qo'ydim. Xudo xolasa 5 to'ylarda ham kelib, raddonlarda ham xizmat qilaylik, shunaqa qilib chiroyli qilib yana yilga xudo xolasa. Kuzatib boringlar, mana shunaqa baxtli bolalarni olib chiqyapmiz. Siz ham shu bolalarda o'rnida bo'lishingiz mumkin edi, lekin kech qoldingiz. Endi 26 ga xudo xolasa harakat qilasizlar, ko'ramiz bag'ini.